Ustunlar 45 gradus, krashniy MDF avalniy qilib ishlangan. Qaramiz high-tech uslubda bo'lgan, neobычный, juda ham interior dizayn. Bunimiz neoklassika, krashniy MDF ishlangan. Bu yerda bo'lsa, yana bitta neoklassika ishimiz, juda ham go'zal. Krashniy MDFlarda bo'lgan, turetskiy lak, turetskiy kraskalardan foydalanilgan, zapchaslari ham polniy mexanizmlari Turkiya. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, sizlar bilan Zafar Mebel. Bugun xudo xolasa sizlarga high-tech uslubda bo'lgan pol klassika modellarimizda har birini tanishtirib o'tamiz. Materiallari, kачествосigacha xudo xolasa bir qator yoritib beramiz. Xo'p, hozir gapimizni qisqa qilgan holatda adresimiz Farg'onaning Oltiarig'ida. Hozirgi aytib o'tgan narxlarimiz ichida vodiy bo'ylab mutlaqo bepul dostavka ustunovkasi kiradi. 12 viloyatga dostavkamiz bor. Qolgan viloyatlarga, Toshkentga bo'lsa, masalan, unisi kelishilgan holatda dostavkamiz bor 12 viloyatga. U ham unaqangi qimmat bo'lmaydi. Xohlovchilarga upakovka holatda, xohlovchilarga terilgan holatda olib borib o'rnatib berish xizmatimiz ham bor. Bemalol ekranda nomerlarga aloqa chiqib, zakazni beraverasizlar. Xo'p, bu ishimiz high-tech uslubda bo'lgan pol klassika, juda ham go'zal krashniy MDFlarda bo'lgan, avalniy qilib ishlangan. Avalniy qilib ishlangan, eshiklar bukma. Mana bu yerda o'zidan fatonda emasda kraskali qilib o'ziga naqshlar chizilgan. Hozirgi atachentalariga chiqarilgan gullarda, xudo xolasa biz ham mebelimizga yarashadigan holatda qilib, juda ham go'zal qilib ishlab qo'yganmiz. Razmeri 340 ga 250, chuqurliklari 45 sm dan, oynalar kurgovoy charxlangan, oynalarigacha avalniy. Eshigimizga e'tibor bering, bukma avalniy qilib ishlangan. Bu oldin faqatgina Turkiya mebellarida bo'lgan. Endi xudo xolasa o'zimizda mana bunaqangi bukma holatda 45 ustunlari bilan juda ham go'zal tushgan. Qilib beraveramiz muammosiz. Krashniy MDF bu ishimiz. Buni narxiga keladigan bo'lsak, 9 million 800 ming so'm sotilgan. Hozirgi kunda 9 million so'mdan bemalol xarid qilishlari mumkin. Xohlovchilarga xuddi shunaqangi oppoq variantda, xohlovchilarga maloshniy qilib beraveramiz. Xohlovchilarga troyka varianti ham bor. U ham juda ham go'zal. Telegram kanalimizga o'tib olsang, xudo xolasa bu yoqda bundan-da serob ishlarimiz. Bu high-tech modelimiz. Juda ham go'zal, skromniy bo'lgan holatda. Pastda bitta tortmasi va tepada 4 talik polkasi bilan birga. Oshiq-mashqlar, davichik, polkalar qo'lda kesmaydigan charxlangan. Juda ham go'zal holatda, xudo xolasa jemchug kraskalardan foydalanilgan Turkiya kraskalari. O'rtada komodiga keladigan bo'lsak, juda ham katta bagati ishlangan. Bu yog'i 185 sm qilingan. O'rtada tortmali emasda 4 ta katta eshikli qilib ishlangan, sekret ruchkalari bilan Turkiya zapchaslaridan foydalanilgan, oyoqlari ham metallический. Hop, bunimizda razmeri 340 ga 220 bo'ladi. Buni high-tech xohlovchilarga juda ham skromniy, bosiq narsa, shuni tavsiya qilaman. Bunimiz narxi 7 million 500 ming so'm, 7 million 800 ming so'm sotilgan. Hozirgi kunda 7 million so'mdan bemalol zakaz bersalar ham bo'ladi. Bu yerda pol klassika ishimiz juda ham go'zal. Razmeri 350 ga 225 bo'ladi. Hop, chuqurliklari 45 sm dan, o'zidan xuddi mana bunaqangi juda ham go'zal qilib 3D qilib ishlangan. Двойной qilib. Krashniy MDF dan o'zidan bordli qilib ishlangan variant. Juda ham go'zal narsa chiqqan bunimiz ham. Chuqurligi 45 sm dan. Hop, razmeri 340, balandligi 225. Bunimiz narxi ham 7 million so'm. Hop, bu yoqda bo'lsa, juda ham interior dizayn, Turkiya model, neoklassika. Juda ham go'zal variant. Hop, simala gullari bilan o'ziga yarashgan 4 talik polka. Bu yoqda bitta katta tortmasi bor. O'rtadagi komodlari ham juda ham go'zal qilib ishlangan. Katta narsa. Ikki chekkasida mana sal ichkari odat qilib ishlangan va o'rtada yana bitta katta polka xonasi bor. Yopilishlariga baho bering. Ishimizni ruchkalari o'ziga yarashgan, fatonlari, xudo xolasa hammasi bir-biriga uyg'unlashgan variantda, oyoqlarigacha.
Hop. Bunimizni razmeri 350 ga 240 qilib ishlangan. Krashni MDFda bunimiz ham gold fotonlar bilan oynasiz holati bunimizniki 8 million, oynali holati 8 million 500 ming so'mga vodiyning любой точкasiga olib borib o'rnatib berish xizmatimiz bor. Zafar Mebilga obuna bo'lib, kanalga like va podpiskasidan chiqmasdan, xudo xolasa ishimizda sifati yoqqan bo'lsa, izohlarda o'z fikringizni qoldirib keting. Narxlarigacha, xudo xolasa ma'qul kelgan bo'lsa, ma'qul keldi, arzon bo'lsa arzon, qimmat bo'lsa qimmat deb fikringizni qoldirib keting.